Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudayar əpəndining Hodison institutining Xitoy haqida e'lon qilgan doklatiga qarshi yozgan Xitoy jahongirligining mustamlikasini yo'qotish Xitoy Kompartiyasining o'rnini egallash bilan hal bo'lmaydi nomli maqolasi Ionslav xabar torida 23 iyul kuni e'lon qilindi. Maqolada mundaq deyiladi. Amerikalik siyosatchilar uzundan buyon Xitoy Kompartiyasini Amerikaning davlat manfaati va xalqaro tartibga birinchi darajadagi tahdid deb aydınlaştırdı. Qandaqla bo'lmasin, bu yerdagi ojizlik yolg'iz Xitoy Kompartiyasining o'zida emas, balki Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mong'oliyani majburlab o'ziga bo'ysundirgan mustamlika jahongirligida. Bu davlatlar Xitoyning o'lkalari emas va ularning harakatlari bo'lginchilik harakati emas. Ular Beijingning jahongirlik kontrolligini qo'g'daydigan dunyoviy bo'ysundirish xislarini kuchaytgan izchil ishg'oliyat ostida turayotgan asr davlatlar. Amerikaning Xitoy Kompartiyasiga qarshi qo'llangan taktika siyosatlari cho'qim bu davlatlarning mustamlikadan qutulishi, mustaqilligini asliga keltirishini o'z ichiga olishi lozim. Hodison institutining kommunizmdan keyingi Xitoy Kompartiyasidan keyingisiga hozirlanish nomli izlanishida Xitoy Kompartiyasidan halqagan bir kelajakni tasavvur qiladi. Ammo Xitoyning mustamlikasiga qarshi turmaganda mavjudligini davom qildiradigan imperialist qurilma bilan yuzlanishdek nuqtada mag'lub bo'ladi. Manju jahongirligi ishg'ol qilib mustamlikasiga aylantirishdan ilgari Sharq Turkiston, Tibet va Mong'oliya farqli til, din va siyosiy sistemaga ega mustaqil davlatlar edi. Ular azaldan Xitoyning bir qismi bo'lmagan. Hatto Xitoyning eng g'arb darvozasi Jayugandagi Xitoyning an'anaviy chegarasining simvoli bo'lgan Sadichin sepilimi bu yerlarning sirtida bo'lib, Sadichin sepilining sirtidagi hamma narsa chet el zamini deb qaralgan. Manju jahongirligi bu davlatlarni harbiy jihatdan yengish orqali o'ziga bo'ysundirgan. Reallik hozirgi zamon Xitoy jahongirligining atalmish tarixiy birlik bayonlariga zid. 1911 yildagi Shanxay inqilobi bu mustamlikachi jahongirlikni parchalay olmadi. Uning o'rniga Xitoy imperializmi Qing xonadonligining imperatorlik chegaralarini saqlab qolmoqchi bo'ldi. G'arb kuchlari muqimlik uchun bu qonunsiz talablarni qabul qildi. Xitoy Kompartiyasi keyin bu turni mustaqilligini e'lon qilgan burunqi Qing sulolasi jahongirlarining mustamlika qilgan joylarni zo'rlik bilan ishg'ol qilib bo'ysundirishi deb ko'rsatdi. Hodison universitetining dokladlaridagi xatoparazlarning aksicha Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyaning ko'rishi Beijing hokimiyatini isloh qilish emas. U 70 yildan ko'proq vaqt bo'ysundirgan imperiyaning qurilmasini pachaqlab tashlashga munosabatli. Xitoy Kompartiyasi keyin bu turni mustaqillikni e'lon qilgan burunqi Qing sulolasi jahongirlarining mustamlika qilgan joylarni zo'rlik bilan ishg'ol qilib bo'ysundirishini yolg'ondan milliy birlashish deb ko'rsatdi. Hodison institutining dokladlaridagi xatoparazlarning aksicha Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyaning ko'rishi Beijing hokimiyatini isloh qilish emas. U 70 yildan ko'proq vaqt bo'ysundirgan imperiyaning qurilmasini pachaqlab tashlashga munosabatli. Asardagi nurg'un maqolalarda demokratik Xitoy mustamlika imperiyasiga varislik qilgan deb tasvirlangan. Bu intayin xato. Bir imperializm hokimiyatining o'rnini yana biri olganda Xitoy mustamlikasini yiltizidan hal qila olmaydi. Xitoy imperializmining chegaralarini kuchga ega qiladi. Xitoy Kompartiyasi hokimiyatining o'rnini yana bir hokimiyat olganda Xitoy bo'lmagan millatlarga qarshi bostirishni yana bir hokimiyat oxirlashtirmaydi. Xitoyning dunyoga bo'lgan tahdidini yo'qotolmaydi. Haqiqiy erkinlik va bexatarlik bu millatlarning mustaqilligini to'liq asliga keltirish va Xitoyning imperiya qurilmasini parchalashni talab qiladi. Hodison dokladida bu tarixiy va qonuniy faktlarni burmilab, bu mustamlikachilikka qarshi milliy ozodlik harakatlarini Xinjiang mustaqilligi yoki Xitoydan mustaqillik talab qilish deb yolg'on deb sifatlagan. Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliya xalqi azaldan Xitoyning qonunliq bir parchasi bo'lmaganlikdan Xitoydan ayrilishni xohlamaydi. Aksicha ular o'zlarining haqliq mustaqillik va egilik huquqini asliga keltirishni talab qiladi. Bu davlatlar Manju Qing imperiyasi tarafidan bo'ysundirilishdan ilgari egilik huquqliq davlatlar edi. Sharq Turkiston 1944 yili va 1933 yillari
qisqa vaqt ichida mustaqilligini asliga keltirgandan keyin 1949 yilining oxirida yangi qurilgan Xitoy Kompartiyasi hokimiyatining harbiy ishg'oliyati bilan qo'shib olindi. Tibet 1913 yilidan toki Xitoy 1950 yillarda ishg'ol qilib olguncha mustaqilligini qayta e'lon qildi. Xitoychadan o'rganda yangi yer degan ma'noda keladigan Xinjiang degan nom Sharq Turkistonning o'zgacha kimligi, tarixi va egilik huquqi to'g'risidagi qonunliq talablarini yo'qotish uchun qo'yilgan mustamlika nom. Avtonomiya haqidagi takliflar Gomindan va Xitoy Kompartiyasining aldamchilik strategiyasini aks ettirdi. Bu xil takliflar o'xshamagan bayroq ostida Xitoyning mustamlikachiligini ilgari surish bilan birga mustamlikachilikka qarshi turishni pasaytishni maqsad qildi. 1955 yilidan buyon Sharq Turkistonning avtonomiyasi Uyg'ur, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarni sistemlik irqiy qirg'inchilik, majburiy tug'mas qilib etish, kulturel va fizikalik yo'qotish, umumiyuzlik qalaymaqon qul emgakiga selish qatorliq qilmishlarni parlaydi. Avtonomiyaning Sharq Turkiston xalqini qo'g'day olganligini ilgari surish faqat xato bo'lib qolmay, yana xatarlikdir. Dokumentdagi kishini andishiga soladigan taklif shuki, Uyg'urlarning janubdagi avtonomiyalik rayon bilan cheklanishi shimolning Xitoylarning kontrolligida bo'lishi bo'lib, bu Sharq Turkistonni unumli turda parchalaydi. Bu Xitoyning mustamlika hukmronligini mustahkamlash va Sharq Turkistonda ikkinchi Xitoy poytaxti qurilishiga qulaylik yaratishni maqsad qilgan jahongirlik ideyasini aks ettirdi. Buning birdan-bir hal qilish chorasi mustamlikachilikdan qutulish va davlatning egilik huquqini asliga keltirish. Doklad yana mustamlika atalg'u Xinjiang degan nomni qo'llanib, Amerikaning mustaqillikni qo'llashining strategik manfaatga bog'lanishliq bo'lish kerakligini ilgari surib, o'ziga bo'lgan ishonchni yerga urdi. Bu usul asosiy haq-huquqlarni jo'grafiyalik savdoga bog'laydi. U nurg'un Uyg'ur diaspora guruhlarining tinch demokratiyaga o'tishini tashabbus qilganligini bildirib, xato va xatarlik holda Uyg'urlarning demokratik islohot ostida davomli Xitoyning hukmronligini qabul qilganligini ifodalaydi. Amaliyotda g'ayri rasmiy tekshirish va dastlabki ro'y sinash natijasi shuni isbotladiki, 90% dan ortiq xalq tadrijiy islohot yoki atalmish avtonomiyani emas, balki butunlay mustaqillikni qo'llaydi. Xitoy hukmronligida necha 10 yil sistemlik irqchilik, irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilikka duch kelgan xalq bo'lish sifati bilan Sharq Turkistondagi yerli xalqlarning mutlaq ko'p qismining Xitoy bilan munosabati yo'q deb yakun chiqarish amaliyotga uyg'un va muvofiq. Ular qayta shakllangan yoki simvollik avtonomiyani o'z ichiga olgan har qanday shakldagi Xitoyning hukmronligini qabul qilmaydi. Kishini texmo andishiga soladigani dokladning Xitoy Kompartiyasi a'zolarining Sharq Turkistonni kelgusidagi boshqarishiga qo'shilishi mumkinligi to'g'risidagi taklif. Bu natsistlar hamkorlashuvchilarining cho'ng qirg'inchilikdan keyingi Isroiliyani boshqaradiganligi yoki Rus ishg'olchilarining Ukrainaning asosiy qonunini tuzdiganligini o'tirg'a qo'yganga o'xshash axloqiy nuqtadan parakanda qiladigan bo'lib, buni qabul qilishga qat'iy bo'lmaydi. Bundaq murassa qilish adolat va o'z taqdirini o'zi belgilash prinsipiga zid. Doklad yana surgundagi hukumatlarni rad qiladi. Ularni sirtdan qurilgan tuzumlar bilan o'xshash o'ringa qo'ydi. Bu selishtirish xato. Sharq Turkiston surgundi hukumatiga o'xshash organlar mustamlikachilikni oxirlashtirish va mustaqillik ko'rishiga vakillik qiladigan vaqtliq o'tkinchi organ sifatida xizmat qiladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Sharq Turkistonning egilik huquqi asliga kelgandan keyin erkin demokratik saylam o'tkazish orqali tarqitiladi. Dokladning Xitoylarning Uyg'urlarni qo'llaydiganligiga bo'lgan yaxshichaqligimi o'rinsiz. U Nuriy Turkanni naql keltirib, o'qimishli Xitoy fuqarolarining Uyg'urlarning zulmiga qarshi tura oladiganligini o'tirg'a qo'ydi. Ammo 2022 yildagi Urumchidagi voqea munosabati bilan qilgan namoyishda Uyg'urlar bilan ittifoqlashishni maqsad qilmagan. Koronavirusi tufaylidan uyga so'linishga qarshi turishni asos qilgan. Xitoy namoyishchilari Uyg'urlarni qo'yib ber yoki lagerlarni taqa deb shuar to'lamagan. Ular karantinani oxirlashtir deb to'lagan. Amaliyotda nurg'ulg'an Xitoylar bo'libmi, yerim harbiy Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish atriti bilan munosabati borlar nazorat qilish, uyga sulab qo'yish va shiddatli bostirishga aktiv qatnashib, davomlashayotgan Uyg'ur qirg'inchiligida asosli rol o'ynagan. Uning ustiga nurg'ulg'an Xitoy millatchilar, demokratchilar
Kommunistlar, hatto Xuyzular, ya'ni Xitoyning musulmonlarimi Sharqi Turkistonni Xitoyning ayrilmas bir qismi degan mustamlikachilik ideyini o'rtoqlashidi. Bu Xitoy jahongirlik ideologiyasining Xitoy jamiyatida qanchalik cho'nqur yildiz tortganligini ko'rsatib berdi. Wang Lixingning "Mening g'arbiy Jungosum, sening Sharqi Turkistonning" nomli asarida ogohlantirganidek, Xitoy ziyolilari ochiq fikrli ko'rinadi. Atalmış Şinjan temasiga kirgan vaqtimizda o'ltirish degan so'zni og'zidan chiqarishidi. Agar irqiy qirg'inchilik atalmış Şinjanda Xitoyning hukmronligini saqlab qola olsa, ular xotirjam bo'ladi. 2019-yildagi Wise nomli hujjatlik filmda bir yashangan mustamlikachi Xitoy dehqonning osonliq millatlar bilan xanzular o'xshash bo'lishi kerak. Uyg'urlarga ich og'ritmayman deganligi ma'lum. Xitoyning mustamlikachilik ideyasi Xitoyda va diasporada cho'nqur yildiz tortgan. Dağlıq demokratiya faoliyatchisi Wei Jingxin Sharq Turkiston mustaqilligini tashabbus qilguvchilarga terrorchilar deb nom bergan va ularni 2009-yildagi Urumchi namoyishini tashkillagan deb ayblagan. U yana Uyg'urlarning tarixdan buyon mustaqil bo'lganligini rad qilib, mustaqillikni tashabbus qilganlarga oshqon degan nom bergan. Xitoy Kompartiyasining burmlangan jahongirlik tashviqotini yangratgan. Fransiyada Xitoylik parlament a'zosi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish harakatiga qarshi turgan. Kanadada Xitoydan kelgan Kengash palata a'zosi Kanada parlamentida mushuningga o'xshash harakatga qarshi turgan. Gollandiyada 55 Xitoy diaspora tashkiloti Gollandiya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilganligini ayblagan. Bu misollar shuni isbotlaydiki, erkin jamiyatdagi Xitoy sarxillari orasida Xitoyning mustamlikachilik ideyasi mavjud. Washington, Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyaning mustamlikadan qutulish harakatini qo'llab, konkret amaliy tadbirlarni yo'lga qo'yishi lozim. Amerika 1959-yildagi chegara qo'g'dash kelishimiga asosan Xitoyning bu davlatlarni qonunsiz egallab olganligini rasmiy e'tirof qilishi kerak. U yana mustamlikachilikka qarshi mustaqillik ko'rishiga rahbarlik qiladigan qonunliq vakillarni siyosiy, iqtisodiy va diplomatik jihatdan qo'llab, ularning Birlashgan Davlatlar Tashkilotini o'z ichiga olgan xalqaro munbarlarga qatnashishini osonlashtirishi kerak. Adolat so'zdan halqagan narsa, ya'ni hal qilg'ich harakatni talab qiladi. Amerika Monroe ta'limoti ostida Yevropaning mustamlikachiligiga va asr davlatlar ramkasida Sovet jahongirligiga qarshi turganga o'xshash, hozir asrdagi davlatlar bilan Xitoy jahongirligiga qarshi turishi kerak. Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyaning mustamlikadan qutulishi, mustaqilligini asliga keltirishni qo'llash ham axloq majburiyati, ham strategik majburiyat. Xitoyning kengayishiga qarshi turish va texmo adil qonun qoidaga asoslangan muqim xalqaro tartibni ilgari surish to'liq muhim deyildi. Global Lens xabarlarining 27-iyul kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi Amerika imperiyasi axloqiy qadr-qimmatlarni yo'qotib qo'yotidi. Bexatarlik nomida irqchilik, keng ko'lamlik ocharchilik va irqiy qirg'inchilik yurgizayotidi. Beijing urush jinoyatini surishti qilish mas'uliyatini zimmaga olish uchun dunyo sudini tashkillashga chaqiriq qiladi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati 28-iyul kuni ijtimoiy axborot supsi X'da buningga inkos qaytirib, sudga muhtoj haqiqiy imperiya Xitoy imperiyasi bo'lib, Sharq Turkistonda mustamlikachilik, ishg'oliyat, sistemlik turda xorlash, zulm qilish, keng ko'lamda qul qilish va tug'mas qilib etishdek jinoyatlarni sodir qilyotidi. Beijing nomussizlarcha adolatni tilga olgan bilan irqiy qirg'inchilik yurgizib, barliq millatlarni bostirib, dafn qiladi dedi. Xitoyning zirkoniy zapisi 5 hassa oshgan. Janubiy Xitoy Atiganlik pochtasi gazetining 27-iyul kunidagi xabariga qaraganda, strategik qazilma boyliqlarning yer shariy tangpunlikni qaytadan shakllantiradigan bayqashda Xitoy geologlari atalmış Şinjandagi Tarim o'ymonligining shimolidagi Kubay o'ymonligida g'oyat zo'r zirkon zapsini bayqagan. Bu ajalliq qurg'oq yer maydoni Xitoyning yuqori texnikalik harbiy orzusining yangi harakatlantirgich kuchiga aylanishi mumkin ekan. Palinogen va neogen davriga tutishadigan Sinozoik quruqliqi cho'kma qavati ichiga ko'milgan. Yangidan bayqalgan bu cho'kma Xitoyning quruqliq dengiz okean o'ymonligida bayqalgan tunji darajadan tashqari cho'ng zirkon boyligiga vakillik qiladi ekan. Odatda dengiz qirg'oqlarida yoki qattiq tosh magmatik sistemasidagi an'anaviy zirkon boyligiga o'xshamaydigani, rayondagi ishqarliq tosh manbalaridan necha yuz kilometr yiroqlikdagi zirkon donlarini to'shigan va
ularni delta va lakus muhitida biriktirgan. Qadimqi daryo va ko'l sistemasi tarafidan shakllangan ekan. Dastlabki baholashlarga qaraganda, bo'sh, yerim biriktirilgan shig'illiq o'tira va yirik qum tashlarining ichida bo'lgan roda tarkibida taxminan 2 million tonna zirkoniy oksid bor ekan. Ularning issiqlik, chirish va neytronning sumirilishiga qarshi turishchanligi alohida yuqori bo'lganlikdan, zirkoniy qatishmasi, purkugich ko'ydirish uyi, issiqlik saqlash taxtasi, yetaklash zapchashlarini ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi ekan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi Xitoy ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda yuqori ovozli qurol, yadro sistemasi va maxfiy texnika uchun intayin muhim bo'lgan zirkoniy, xaftni va boshqa halqaliq mineral moddalarni bayqidi. Erkin va mustaqil Sharq Turkistonni qo'llash axloqiy majburiyat bo'lib qolmay, yana strategik majburiyat dedi. Cemiyetshunos mutafakkur olim Malik Nabiy vatan tajovuzchining nishoniga uchraganda sukut qilish moslashqanlik, bir taraflama turib olish xiyonat hisoblanadi deydi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.